Aniq ma'lumotga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 6-yanvardagi birinchi son qarorining Namangan viloyatidagi ijrosi bo'yicha viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamda joylardagi sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limlari bilan hamkorlikda 5 ta viloyat, 14 ta hududiy seminar tashkil etildi. Bu sa'y-harakatlar natijasi o'laroq qaror ijrosi, u orqali belgilangan vazifalar, prokuratura komissiyalari faoliyati odamlar rozi bo'ladigan sifat va ko'lamlarda ta'minlandi. Natijada viloyatdagi mavjud 618 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining barchasida bolalarni outsourcing usulida ovqatlantirish xizmati yo'lga qo'yildi. Bu xizmatlar tender tanlovlarida yutuqli o'rin egallagan 5 ta korxona zimmasiga yuklandi. Ular bilan yil yakuniga qadar ijrosi ta'minlanishi belgilangan vazifalar bo'yicha imzolangan 253 milliard 400 million so'mlik shartnomalarning 3% ga teng investitsiya mablag'lari maktabgacha ta'lim tashkilotlarining moddiy texnik ehtiyoji uchun yo'naltirildi. Tabiiyki, qaror targ'iboti izchil davom ettirilmoqda va shu yo'nalishdagi navbatdagi seminar To'raqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 11-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazildi. Unda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i A'zamjon Isoqov, boshqarmaning tegishli mutasaddilari, tuman sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi markazi hamda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga outsourcing xizmati ko'rsatuvchi korxona vakillari, shuningdek tumandagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlar direktorlari, prokuratura komissiyalari a'zolari, oshpazlar ishtirok etdi. Seminar davomida tibbiy ko'rik, investitsiya, prokuratura komissiyalari, yagona mavsumiy taomnoma kabi masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, mavsumiy taomnomaga muvofiq olib kelingan oziq-ovqat mahsulotlari, ulardan tayyorlangan taomlar ko'rgazmasi namoyish etildi. Boshqarma boshlig'i tumanda tashkil etilgan outsourcing xizmatiga yuqori baho berdi. Yorqin Umid korxonasi rahbari Abbos Ergashev oldiga qo'yilgan 32 turdagi vazifalar namunali tashkil etilganligini ta'kidladi. Jarayonlarda sog'lom ovqatlantirishning zamonaviy usullari, hamshiralarning ish hujjatlari ko'zdan kechirildi. Prokuratura komissiyalarining vakolat vazifalari to'g'risida fikrlar almashildi. Saydolim Abdurahmonov, Akbar Mansurov, Furqat Mahmudov viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.